Assalomu alaykum azizlarim. Bugungi videoda biz sizlar bilan Dream Trips platformasini o'rganishni davom ettiramiz va bugun men sizlarga Dream Trips platformasida otellar va resortlarni to'g'ri tanlab, to'g'ri bron qilishni o'rgataman. Usluga keyingi servis turi bu otellar, hotels. Mana hotelsga kirganimizdan keyin bizga mana shunday stranitsa chiqib keladi va destination, lokatsiya, qayerdan otel olmoqchisiz, mana sanalarini kiritasiz, nechta odamsiz, nechta xona sizga kerak. Bunaqada mana reklama sifatida, o'zini ma'lumotnomasi sifatida tayyor otellarga, tayyor turlarga, tayyor kurortlarga shunday posterlar bor, juda chiroyli shakllangan. Hamma ma'lumotni olasiz bemalol. Mana Kopengagen misol sizga qiziq. Cancun, Berlin, Detroit otelni bron qilish uchun destination, qayerda joylashgan otel kerak sizga deganda keling Rimni kiritaylik. Rim Italiya. Martda emas, otpustkam aprel emas, iyul emas, noyabrda. Noyabrda 18da Rimda bo'laman. Xudo xohlasa 20sigacha. Mana 1-2-3 kunga kiritdik, donni bosdik. Biz dugonalarimiz bilan kstati kruiz olganmiz, gostinitsa kerak Rimga borganimizda va close qilaman da searchga bosaman, qidiruvga qo'yaman. Qidiruvga qo'yganimdan menga shu zahotiyoq nimalarni ko'rishingiz mumkin. Mana чем заняться в Риме, Италия. Железнодорожная станцияsi, terminal bor. Исследуйте пантеон, deyapti. Пантеон, посетите древний римский храм. Это церковь, который удивительно хорошо сохранился и является настоящим архитектурным чудом. И mana otel konsept terras. Boya 3 kechasiga $830 4 kishiga. Otel Cross, Rim joylashuvi. Mana rasmlari. 3 ta yulduz, отлично. 3 ta yulduz bilan servisini уровенida. Отлично degani bu u yoqqa borib kelgan, experience o'tkazgan odamlarning odzivlari bo'ladi. Ana shu haqida ko'plarga yoqqan, juda yaxshi joy hisoblanar ekan. Chekish mumkin emas bu yerda. Narxi o'sha 3 kechaga $467, включен налог, bezel bilan o'chirilgan. O'zi boshqa platformalarda buni narxi 3 kunga $1169. Men qiziqib Booking platformasiga qaradim. Rostdan ham ana shunaqa narxlar. Mana buni a'zo klubning a'zosi bo'lganimiz uchun bizga mana shunday narxlarni, eng oldi narxlarini, eng o'zidan shu oteldan olgan narxlarni bizga beradi. Va общий ekonomik ko'ribsiz $700 ga. Hop keling. Mana yana ekonomik mana $383 ga bor ekan. 4 yulduz уже bu yerga, hattoki oila bilan borsa bo'ladi. Penya bilan televizion zonasi bor ekan. Menga zavtrak chunki bu juda yaxshi ekonomiya beradi. Mana topdim, Almantina, Rimda o'zida 4 yulduz, отлично yozilgan, restorani bor, завтрака bepul, uslugi прачечные, курить mumkin emas, normalni. Narxi $348. Uyga kiramiz, bronировать-ga kiramiz. Bronировать-ga kirgandan bu sразу to'ladim, oldim emas. Sizga yana informatsiya beradi, chuqurroq qilib. Ko'rib turibsiz, adresi, yuridический и физический adresi bu yerda. Via de Grandini 35B Rom, 4 yulduzli, afishis Al-Mansi Отель, Trevi Hotel Group ekan bu. Вы будете расположены в центре Рима, всего в 3 минутах ходьбы от Via Veneta и 8 минутах пешком от фонтана Trevi. Spanish Steps 0,7 kilometr. Va yaxshi kultoviy joylarga qanchalik yaqinligi haqida informatsiya beriladi. Endi rasmlari bor. Siz rasmlarni ham zaranni ko'rishingiz mumkin. Mana bu главный rasmiga kiritilgan xonani rasmi ekan. Na природе mana bu interyer juda chiroyli, qaraylishi nam. Xonasini rasmimikan yoki bu ham room ekan, xonam ekan. Reception rasmi ekan. Aslida deyarli o'sha yerda уже ko'rgansiz. Xullas, mana kirishda mana shunaqa ko'rinishi bo'ladi. Mana общий zdaniyasi shu bir огромный, juda ham ko'p gostinitsalar bor. Shuni vыбрать qilsangiz, mana yana ko'proq ma'lumot bu yerda. 4 ta odam sig'ar ekan bu xonaga. Chunki bitta двуспальный кровать, ikkita односпальный кровать bor ekan. Faqat xona bor ekan va
depozitimiz qaytmas ekan. Mana bu уже minus. Agar возврат qilmoqchi bo'lsam, mana plus qo'yaman bu yerga. Plus qo'yganingizdan keyin menga возвратный bo'lsin desa, narxi sal qimmatroq bo'ladi. Mas bir xil gostinitsalarda depozit возвратный bo'ladi. Bu yerda juda ko'p imkoniyatlar. Mana breakfast faqat room qo'shilgan bu yerga, breakfast qo'shilmagan. Agar zavtrakni qo'shaman desangiz, $82 yana plus qo'shishingiz kerak ekan. Total общий to'lovangiz $348 dan sal oshiqroq. Xo'p, mayli, menga bu yoqdi. Men bronировать qilmoqchiman. Kirdim, mana book bronировать qilishga. Kiritishingiz kerak bo'ladi. O'zingizni familiyangizni pasport bo'yicha обязательно o'sha международный pasportingiz bo'yicha tug'ilgan sanangizni, ayolmisiz, erkakmisiz, yashash joyingizni, davlatingizni to'ldirasiz va oxirida sizga do'g'vorga qo'shilasizmi, qo'l qo'yasizmi deydi. Do'g'vorini o'rganib olasiz, book degan joyga bosasiz. O'shanda sizga chiqib keladi, to'lovini qiling, kartangizni kiriting, adresingizga keladi, vaucheringiz tayyor. Hammasi mana shu ko'rinishda kiritilgan bo'ladi. Xona, nechta odamsiz, familiyangiz. Bu otellar haqida gapirdik. Endi resortlar haqida. Resortlar, kurortlar, tayyor kurortlar, butun dunyo bo'ylab kurortlar bor. O'shanga siz xuddi shu tarzda tanlaysiz, bronировать qilasiz. Bitta resortlarga mana hozir kurortlarga kirdim, bitta ko'rsatmoqchi bo'lgan joyim bor. Endi qarang, siz aytasiz, "Qayerdan men bilaman u kurortni?" O'zi birinchi marta borayotgan bo'lsam, bilmasam-da, zo'r bitta opsiyasi bor, menga juda yoqadi bu. Mana shunday kirganingizda sizga mana bunday xarita chiqib keladi. Butun dunyo bo'ylab kurortlar va resortlar. Gavayi orollari, Yamayka, Dominika, Ostrov Cook. Birta bor resort bor ekan. Давайте bittasini ochamiz. Kayman orollarida Morit degan klub bor ekan. Ko'ramiz bu klubni. Nima bizga taklif qilyapti ekan bu klub. Лондонец в клубе Morit Tartuga degan kurort расположен в расслабленном культурном районе Ист-Энд на Гран-Каймане. Полностью оборудованы кондиционерами, гости наслаждаются максимальной уединенностью. В отеле возможно для отдыха дайвинг-бар, мероприятия, вечерние развлечения. Плавайте в кристально чистой воде, расслабляйтесь в золотых песках на пляже. Mana общий ko'rinish rasmi. Bu yerda xohlasangiz kirasiz, rasmlarni ko'rasiz. Mana odamlar maza qilib dam olyapti. Mana xonasini ko'rinishi. Qarang, kuxnyasi bor. Bemalol oshlarni qilib, mehmonga chaqirib, mana shunaqa rasmlarini ko'rib olsa bo'ladi. Хорошо, нам понравилось, всё хорошо. Endi qaraymiz. Mana biz pastda 24-apreldan 1-maygacha ekan. Bu $850 ga kiradigani. Lekin bizda u payti otpuskamiz emas, avgust. Mana sizga hozir 21-iyundan 28-iyunni ko'rib beraman, lekin buni narxi $960. Nimaga? Chunki как раз sezon bo'ladi, dam olish sezoni. Qimmatroq. Eng arzon narx, qarang, 28-avgustdan 4-sentyabrga $499 bo'ladi platformada. Nima bizga beryapti platformada? 7 kun prебывание, 4 kishi bo'lamiz, qizlar 4 kishi $499 4 kishiga bo'lish imkoniyati bor. 2 ta kровать, bitta tualet, to'liq kuxnya bor, boya ko'rdik. Yana nimalar bor bu yerda? Крытый бассейн, бар, сервис покупки продуктов, живое выступление, как фитнес-центр бor, рыбалка bor, джакузи, служба прачечной bor. Informatsiyani ko'rdik, bizga hammasi yoqdi. 7 kecha uchun $850. Klassno, все включено bo'lsa-da, va biz bookga kiramiz, knigaga kiramiz va bronировать qilamiz. Bronировать qilamiz, boya men aytganimdek, hamma informatsiyani kiritamiz. Oxirida keladi sizga shunaqa voucher keladi. Оплатить qilganingizdan keyin bu yerda hamma informatsiya yozilgan. Mana adresi, nomi, bitta bedroom biz olyapmiz. Check-in bo'ladi avgust 28-da 3:00 da, check-out chiqib ketish bo'ladi sentyabrda 4-da 12:00 da. 4 ta kishilik bo'ladi, 7 kecha, 2 ta kровать plus spalni, information. Mana meni stranitsam bo'lgani uchun meni ismim yozilgan. To'liq to'lov $499. Mana bu yerda mana kiritilgan уже men haqimda informatsiya, qo'shimcha mana sitimni kiritaman, update qilaman informatsiyani. Mana bu yerda juda yaxshi bo'limi bor, men informatsiya bor shu kurort va shu biz hozir bron qilayotgan turimiz haqida.
hamma shartlari yozilgan, propisana. То есть siz aniq borayotgan joyingizga nima uchun, qanaqa boryapsiz, qancha to'layapsiz, nima uchun to'layapsiz, nima uchun siz u to'lovni qaytaradimi sizga yo'qmi, hammasi bu yerda yozilgan. O'qib olasiz, hammasi sizga okey, hammasi yoqdi. Keyingi qismiga o'tasiz. Mana bu yerda kuponingiz bo'lishi mumkin, siz klubdasiz yoki pointingiz bo'lishi mumkin. Qarang, point yoki travel dollaringiz. Uni marketingida hozir tushuntirib o'tamiz. Travel dollaringiz bo'lsa qo'shimcha bo'ladi. Uni yozasiz. Travel dollaringiz o'zi chiqib kelishi kerak mumkin sizga. Mana karta kiritilgan, shu karta orqali complete booking qilib to'lov qilasiz va sizga boya aytgandek voucher keladi. Bu resurslar haqida. Azizlarim, bugun men bilan va Dream Trips bilan bo'lganlaringiz uchun katta rahmat. Keyingi videolarimda men Dream Trips platformasida aviachiptalar, kruizlar, rent avtomobillar va eventlarni qanday qilib bron qilishni o'rgataman va gapirib beraman. Ko'rishguncha.